Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Dadam o'lganlaridan beri hali birorta erkakka qayrilib qaramaganlar. Ko'nglingizni xotirjam qilavering. Ana shu suhbat sabab bo'lib, hali to'ylariga yarim yil ham to'lmagan ikki sevishganning orasidan olamushuk o'tdi. Ayniqsa Zarifa Tolibdan ancha kungacha sovib yurdi. Yengiltaklik qon bilan kiradi deyishgani balki rostdir, lekin ba'zi odamlarni hayot shu ko'yga solib qo'yishi ham haqiqat. Bevalik bora-bora Zarofat opaning ham joniga tegdi. Ayniqsa Zarifaning to'yi o'tib, kelishgan kuyov uyida yashay boshlagach, beixtiyor hayoli buzilaverdi. 48 ga kirganda shaytonning hukmiga o'zi bilmagan holda bo'ysunib, Tolibga ko'pincha zimdan termulib qoladigan, u bilan yuzma-yuz kelib qolsa, duv qizaradigan, eng yomoni kuyovi gohi-gohida vannaxonada yolg'iz cho'mila boshlasa, hech kimga bildirmay eshik tirqishidan xufiyona ko'z tashlaydigan odat chiqardi. Ey Xudo, derdi kechalari xayolan. Menga nima bo'lyapti o'zi? Nahotki shuncha yil odamdek yashagan ayol oxir oqibat shaytonga bo'yin egib ketaversam, marhum erimning ruhi chirqillamasmikan ish qilib? Yana qizining ko'zlariga qarab turib, afsus, ehtiros ustun keldi. Ortiq chidolmayman, dedi bir kuni o'ziga o'zi. Xudoyim, men ham tirik jonman axir. Dardimni yorilib birovga aytolmasam, qachongacha azob chekaman? Yo'q, shunday kelishgan yigitga men ham zorman. Hech kim bilmaydi-ku, kamayib qolmaydi-ku. 48 ga kirtida hali beri qarilik husni urmagan qaynona endi shirin hayollarning haqiqiy quliga aylandi. Tolibning yolg'iz qolishini poylay axiri fursatini topdi. Voy oyog'im, voy-ey! Gilamga astoydil yotib olgancha atayin tovoniga tugmali mixchani qadab olgan Zarofat opa Zarifa dugonasiga ketganidan foydalanib qolmoqchi bo'ldi. Shu pallada Tolib tushlik qilish niyatida uyga kelib, endigina ostona hatlagan edi. "Hoy Tolibjon, o'g'lim" deyishga negadir tili aylanmadi. "Nega qarab turibsiz? Oyog'imdagi mixni olib tashlasangiz-chi?" Tolib jon holatda engashib qaynonasining oyog'iga yopishgan mixchani olib tashladi-yu, ammo ko'rinar-ko'rinmas sizib chiqayotgan qonni artib qo'yishga uyaldimi, ahvoli yomon emasligiga ishonch hosil qilib sekingina o'rnidan turdi-da, oshxona tarafga yurdi. Yo'q, qayerga ketyapsiz Tolibjon? Oyog'im qurg'urni bosolmayapman axir. Iltimos, meni ko'tarib kravatimga yotqizib qo'ysangiz-chi? Obbo, Tolib boshini qashigan ko'yi ikkilana Zarofat opani dast ko'tarib oldi. Shu topda qaynona uning qo'llaridan mahkam g'ijimlab olgan, yoshamol, do'mboq jussa tobora pinjiga kirib borgani sari Tolibning yuragi bezovta urar, lekin negadir ha deganda qo'lidan qo'ygisi ham kelavermasdi. Kelishgan ayolda nima bo'lgandayam o'ziga qaraydi bular. Xudoni sanatiga baribir qoyil qolaverish kerak. Erkak eganda bu momiq badanni bir muddat bo'lsa-da silab, siypalab qolgisi kelib, Tolibning xayolidan turli shaytoniy o'ylar aylana boshladi. Ohangrabolikda Zarifadan o'tadi bu. Zarofat opaning yotog'i bilan zal orasi hech qancha emasdi. Biroq shu qisqagina masofa oralig'ida Tolib bo'lganicha bo'ldi. A'zoyi badani qora terga botdi. Ustiga ustak shaytonga shartta quloq tutib tavakkal qilmoqchi bo'ldi. Bilib bo'ladimi? O'zi sal tuzukroq belgi bersa ekan. Tolibning miyasida hozir faqat shunday xayollar aylanardi. Yo'q, ortiq bardosh qilishga qurbim yetmaydi. Nihoyat kravatga yotayotib, kuyovining charchagan nafasini eshita boshlagan Zarofat opa telbanamo tusga kirdi. Men ham ayolman axir, qachongacha qiynaysiz? Iye, nima qilyapsiz, oyi? Axir bu mumkin emas. Zarifa bilib qolsa, Tolibning lablarigina qarshilik ko'rsatardi xolos. O'zi esa qaynonaning qaynoq bag'rida xuddi tush ko'rayotgan odam kabi nima qilarini bilmasdi. Tolib bilmagan ekan. Bu xufiyona sevgi o'yini unga juda qimmatga tushdi.
Garchi Zarifa hanuz hech narsadan bexabar bo'lsa-da, xiyonat o'z so'zini aytmay qo'ymadi. Kunlarning birida u ishlayotgan qurilish idorasini tekshiruvchilar bosdi. Aytishlaricha, juda yuqoridan ekan. Tekshirgan kelganlar hamma yoqni ag'dar-to'ntar qilib tashlashdi. Qancha minglab kamomad topishdi. Endi kattalar qatorida Tolib ham ishdan haydalishi, shunga yarasha qilgan gunohlari uchun javob berishi kerak. Axir ozmi ko'pmi og'zi tekkan. Uyda Zarifa kuyib-pishib yig'lar, bo'layotgan ishlarga sira aqli yetmay ich-etini kemirar. Oyisiga hasrat qilsa, har safar sovuqqina ko'z qarashlardan boshqasini ko'rmasdi. Aslida ana shu sovuq nigohlar ostida bir dunyo reja yashirin edi. Zarofat opa yashirincha uchrashuvlar joniga tekkanini aniq-tiniq sezar. Endi bu ishni ochiqchasiga hal qilishni, Zarifani o'rnida Tolibga qonuniy xotin bo'lishni istardi. Nihoyat kuyovi o't ichida kuyib-pishib yurganigayam ko'z yumdi. Navbatdagi uchrashuvlardan birida Tolibga niyatini aytdi. Tolibjon, dedi u kutilmaganda ko'zlariga yosh olib. Bunaqangi xufiyona birga bo'lishlar, qachon qarasa kimdandir, nimadandir qo'rqib yashash jonimga tegdi. Men ham qonuniy yashashni istayman. Nima? Dafatan aytilgan so'zdan Tolibning ko'zlari qiridan chiqib ketayozdi. O'ylab gapiryapsizmi? Kimligingizni unutib qo'ydingizmi nima balo? Qaynonasiz-ku. Qizingiz bilsa nimalar yuz berishini tasavvur qilyapsizmi? Uni baxtiga zomin bo'lasiz-ku axir. Qo'ying, o'zi shundog'am ishdan haydalib qarzga botib yuribman. Bilib turib yana boshimni qotirasiz-a? Yo'q, bu gapingiz o'tmaydi. Men Zarifani tashlay olmayman. Qanaqa xotina o'zi bu? Tolib g'udrana dast o'rnidan turib tashqariga yo'l oldi. Yo'q. Zarofat opa Tolibni yo'lini to'sdi. Men bu gaplarni shunchaki hazil uchun aytayotganim yo'q, o'rgilay. Ko'nmay ko'ringchi. Shunchadan beri sizni yaxshi ko'raman deb yaltoqlangan mard oxir oqibat mendan yuz o'girmoqchimisiz? Agar gapimga ko'nmasangiz, o'zim Zarifaga aytaman. Hammasini to'kib solaman. Bo'yam ish bermasa, mahallaga chiqib tuhmat qilaman sizga. Ana unda menga ham Zarifaga ham bo'lmaysiz. Bilganingni qil, qanchiq. Tolib achchiq ustida Zarofat opani itarib yubordi-da, ko'chaga chiqib ketdi. Tolib o'sha kuni kechasi sira uxlay olmadi. Ertalabgacha to'lg'onib chiqdi. Bir tomondan davlatga berishi kerak bo'lgan so'laqmonday qarzlari tinchini buzsa, ikkinchi tarafdan Zarofat opaning qo'rqitishlari bezovta qilardi uni. Zarifaning savollariga ham javob bera olmas, to'g'rirog'i uning betiga qarashga botina olmasdi. Ertaga qaynona hammasini aytgach, qanday ahvolga tushishi, o'zini ne savdolar kutayotganini o'ylab azoblanardi. Nega kap-katta xotinga ilakishdimi, derdi o'zicha. Qip-qizil xiyonatchiga aylanib qoldim-ku. Shuncha dardim yetmaganday meni zo'rladi deb tuhmat qilvorsa nima bo'ladi? Ham xotindan ayrilgan sharmanda-yu sharmisor-ku. Nimalar bo'lyapti o'zi? Endi nima qilaman? Zarifani qulog'iga yetsa tamom. Boshlandi hammasi. Yo'q, o'ldiraman uni. Menga baribir emasmi? Baribir qamalib ketaman. Shuncha qarzni to'laganim bilan bu begona yurtdagi nahanglar shunday qo'yib qo'yisharmidi? Undan ko'ra sharmandai sharmisor bo'lmay turib, Tolib bir qarorga kelgandek ertalab bamayli xotir o'rnidan turdi. Nonushtadan so'ng Zarifani arzirli bahona topib bozorga jo'natdi. Ana shundan so'ng hech narsa ko'rmagan, eshitmagan kishi bo'lib Zarofat opaning xonasiga kirdi. Yaxshi yigit. Zarofat opa Tolibni shartiga rozi bo'lganga yo'yib, har safargidek bo'yniga osildi. Kelishingizni bilardim. Zarifa darrov kep qolmaydimi ish qilib? Yo'q, kamida 2-3 soatda qaytadi. Unda gapimni eshiting. Tuni bilan o'yladim-da. Menga uylansangiz kam bo'lmaysiz. Zarifadan qayrim kam axir. Nima, menday xotiningiz bo'lsa yomonmi? Mazza qilib yurasiz-ku. Zarifa bilan nima ishimiz bor? Bilaman, siz keyingi paytlarda faqat meni o'ylaydigan bo'lib qolgansiz. Buni har safar yonimga kirganingizda sezaman.
Titrab ketishlaringizdan sezaman. Faqat sal qo'rqoqsiz xolos. Mayli, uyini olsa olar. Sizni kvartirangiz bor-ku axir. Qanjig'ey, ko'nglidan o'tkazdi Tolib. Haliyam fikridan qaytmabdi-ya. Demak, ajali yetganga o'xshaydi. Tolib imkoni boricha niyatini sezdirmaslikka tirishib, qaynonani odatdagidek bag'riga oldi va to'shakka yotqizdi. Zarofat opa borgan sari erib borar, mana hozir boshqa bir dunyoga tushib qolishini xayoliga ham keltirmasdi. Tolib ayolni biroz erkalagan bo'ldi-da, ortiq cho'zib o'tirishga qo'rqib, betini qaltirayotgan qo'llari bilan bo'ynidan mahkam bo'g'a boshladi. Zarofat opa gapira olmasdi. Butun gavdasi junbushga kelib talvasa bilan tipirchilardi. 3-4 daqiqa ichida hammasi hal bo'ldi. Zarofat opaning sovuq murdasi to'shakka mixlandi. Tolib jon holatda o'rnidan turib tashqariga yugurdi. Aftidan tezroq juftakni rostlamoqchi bo'ldi. Aksiga olib hovlida qandaydir qo'qoncha do'ppi kiygan erkak. Qo'shnisi Sherxon traktorchi. Ha, xuddi o'shaning o'zi. U yoqdan bu yoqqa alanglab turardi. Tolib yanada vahimasi oshib, mehmon ko'rib qolmasligi uchun imi-jimida ortiga qaytdi-da, har ehtimolga qarshi eshikni qulflab chiqdi. Tolibjon, shu yerda ekansiz-ku. Sherxon traktorchi ma'yus jilmaygancha qo'shnisiga quchog'ini ochdi. Bandalik uka, bandalik. Bardam bo'l. Nima bandalik? Tolib qandaydir sovuq xabar qulog'iga chalingandek turgan joyda dong qotdi. Bu nima deganingiz, aytsangiz-chi? Enang bechorani topshirib qo'ydik uka. Nima? Nimaga topshirib qo'yasiz? Qayerga topshirasiz? Nega o'ladi enam? Axir uka, o'zingam vaqtida xabar olay demading. Seni kutib, hali umrida ko'rmagan kelinni kutib o'lib ketdi, bechora kampir. Kiyinib chiqa qol uka. Murda uzoq kutib tura olmaydi. Issiqda joyiga qo'yaylik. Tolib hozir yurishni ham, yurmaslikni ham bilmasdi. U sira o'zida emas. Bir yoqdan enasini jasadi, qishloqdagilar ko'z oldida aylansa, ikkinchi yoqdan ichkaridagi Zarofat opaning murdasi borgan sari vahimaga solardi. Nimalar qilib qo'ydim-a? U hovlidagi o'rindiqlardan biriga o'tirib, boshini changalladi. Enam, Zarofat, qaysi biriga bo'lay? Yana ozgina o'tirsam militsiya olib ketadi-ku meni. Mana bu Sherxon qayerdan bilsin hammasini? Bular meni ablahligimni, qabih odam ekanimni qayerdan ham bilsin? Oh, qanday odamlarga ilashdim. Enamni qadriga nega vaqtida yetmadim? Nega u kishini oyoq osti qildim? Maslahatlarga quloq tutmadim. Endi nima degan odam bo'ldim? Kimga kerakman endi shu turishimda? Hech qayerga bormayman. Qishloqdagilarni, bu yerda esa Zarifani ko'ziga tik boqolmayman. Tezroq qamashsa, barchasidan yiroq bo'lsam bas. Peshonamdagini ko'rdim. Tolib shu o'tirgancha qimirlamay Zarifa kelib qolishini, faryod qilib militsiya chaqirishini poylar. Hech gapdan xabari yo'q Sherxon traktorchi bo'lsa, uni tinchlantirish payida edi. Hikoya tamom. Yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.